Jigarlar, bugungi videoligimizda mana shu o'yinni o'ynab ko'ramiz. Nima o'yinligini o'zim ham tushunmadim, to'g'risi. Sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Videoda qotish bo'lsa hammadan uzr so'rayman. Oldindan albatta. Tevaga chiqib ketyapti. Bir nima x'lar bo'lyapti. Birov 3 bo'ldi, birov 4. Stamina deyapti. Tegada 55%, 50% ga tushdi. Menimcha qancha chiqaramiz shunga o'xshaydi. 2x ga chiqarib ko'ramiz va sakraymiz. Nima endi bu? Bizga bir minut berar ekan. Sekundiga $38. Bu turnik tortirar ekan. Bu. Har biri 5 tadan beryapti. Hozir 100 ta qilamiz. Keyin bir nima bo'ladi? Menimcha endi tezroq qilsa kerak. Tezroq bo'ldi. Mana shu foiz tugaguncha boramiz bu yog'iga. Menimcha 3x larga chiqsa kerak. Menimcha zo'rg'a 3x ga borib olsa kerak endi. 3x ga bordik zo'rg'a. Sekundiga $11. Mana bu zo'r emasmidi? Turnik tortilib turamiz. Mana shuni ko'paytiramiz. Endi bu yoqda nima qilar ekan? Balki 20 dan beradigan bo'lar ekanmiz. Mana. Buni kuchini ham ko'paytirsa bo'ladimi? Ko'paytiramiz buni. Dan beryapti endi. Rosa zo'r-ku. Bu yo'g'ida bir nimalar. Menimcha 8 ga olsa kerak. Endi tezroq chiqyapti. O'rmalayapti. Menimcha 7-8x ga borib ko'rsa kerak. Balki unda ham o'tarmiz. 10x ga borarmiz. Lekin zo'r o'ynagan. Obuna like bosib qo'yinglar jigarlar. Obuna like bosinglar. Obuna like juda kam bo'lyapti-da. 9x. Mayli shuni 10x qilamiz. Tushib ketyaptimi, chiqyaptimi bu? Mana bunaqa qilsam tushar ekan menimcha. Tushar ekan. Mana 10x. Qoldi. Qani endi nima berar ekan? Ko'ramiz sizlar bilan. $153 sekundiga. Yomon emas. Buni olamiz, buni ham. Buni kuchaytiramiz.
sekundiga 640 beradigan qilib qo'ydik. Buni olamizda, buni kuchaytiramiz endi. Mana buni ham kuchaytirdik. Shuni 70 qilaylik. Mana har biriga 70 tadan beryapti. Juda ajoyib, o'ta go'zal. Men tonni tortilimgacha obuna like bosib qo'yinglar. Tezroq 1000 ta bo'lishi kerak. Keyin 10 ming, 100 mingga harakat qilamiz yala. Sizlarga obunalar, mendan esa ajoyib kontentlar. O'shaning uchun obunalar bosib qo'yinglar. Darrov chiqib ketdim 10x ga. Endi 20x qilarimiz mashina. Yo, 20 da o'tarkan. 30 larga borib qolsa kerak. Da 30 larga borib qolar ekan. Ozgincha yurgach. Albatta. Bu nima bu? 15 ming qizek. Kuchimiz, mana shu 451 kuchimiz 15k bo'lganda qaytadan qilar ekan. Reverse qilar ekan. Pul keyin 1.5 ga o'xshadi. Berishi 1.5x bo'ladi. 30x mana. Qotib qoladi. Nima berar ekan? 3.9 sekundiga yomon emas. O'ta go'zal. Endi bu yoqdan tonni tortiladigan olamiz, yaxshirog'idan. Buni ham kuchaytirsak bo'lar ekan. Bir 196 dan beryapti endi. Menimcha mashina 1.5 qilamiz, keyin yana ozgincha qilib, keyin ko'paytiramiz. $15 ming qilgach, mana bu revertni bosmay turamizda, bitta anona qilib kelamiz, tushib chiqib kelamiz mashinaga. Qanchalik tez bo'lar ekan, shuni ko'rmoqchiman-da. Menimcha bu sizlar ham qiziq. O'shaning uchun obunalar bosib qo'yinglar. Sizlarda obunalar, mendan esa qiziqarli kontentlar. Mana 15 ming ta bo'ldi. Menimcha oxirgacha borsa kerak. Nimaga chiqmayapti bu? Ha, chiqyapti. Menimcha oxirgacha borsa kerak. Da, keldik oxirga. Gapiryapti. Nima deyapti bu endi? Da, bittaga sotar ekanmiz. Tushundim buni. Endi bu nimaga sekin tushyapti? Men tushundim buni. Mashinaqadan hozir qancha? Mashina ko'rib kelaydi. Bitta birinor olib olamiz. Bir. Yo'q, buni olmayman.
8 deyapti. 3 taga ekan. 3 taga. 3 taga olar ekanmiz. 3 ta yig'ish kerak. Solamiz. Pastga tushamiz. Lekin sekin tushar ekan, mashina tezroq qilib qo'ysa bo'lardi. Yana bitta qoldi. Yana bitta qoldi. Endi nima bo'lar ekan? Ko'ramiz yana. Mana shu tushungacha obuna like bosib qo'yinglar jigarlar. Obuna like bosdingizmi? Bo'ldi jigar. Yana bitta yetmayaptimi? Voy. Yana bitta yetmayotgan ekan. Buni ham almashtirib yuboramiz, sotib yuboramiz. Sotdik. Mana shu tushguncha obuna like bosib qo'yinglar jigarlar. Obuna like bosdingizmi jigar? Qo'lingiz dard ko'rmasin. Turnik tortilyapti mana. Davay endi bitta chiqib ko'ramiz. Yo'q, o'zi boshlagandan darrov 52 ga boshlab ketar ekan. Menimcha mashina 100 ga qilamiz-da, bitta tushib ko'ramiz. Menga qiziqmas. Sizlar ham qiziqda jigarlar, to'g'rimi? Qiziqmi, qiziqmasmi? Kommentariy yozib ketinglar. Mana 00 bo'ldi. Endi tushib ko'ramiz. 100x bo'lib ketdi. Va 664 sekundiga. Ну, yaxshi, yomon emas. Buni yo'qotib yuboramiz. Bu ham endi kerak emaydi. Sotamiz buni. Buni qo'yib turib, buni ham sotamiz. Keyin bu ham kerak emaydi endi. Bu ham bo'lmaydi. Buni olib bu yerga qo'yamiz. Buni ko'taramiz hamma pulga. Davay. Mana ko'tardik. Ozgincha. Olamiz. Yana bitta va ko'tardik. Mana 50 qilish kerak-da. Har biriga 50 bersangiz bo'ladi. Bo'ldi, 51 bo'lib ketdi. Bu endi qancha ekan? 200 gami? Yo'q, buni ancha qilolmasa kerak. 2 millionga mashina sotib olish kerak endi. Masjidga borib turamiz. Короче, jigarlar, videoni shu joyda to'xtataman. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr, sizlar bilan YouTube draka bo'ldi.